Islom aka, sovuq dush qabul qilish insonning yuragi uchun foydali deyshadi, lekin ba'zi manbalarda yuragida trombi bor odam uchun mumkin emas deyilgan ekan. Mana shunga ko'proq batafsilroq ma'lumot aytib bering. Endi avvalambor bu shu холодный dush deymiz, men endi tushunishim kontrastni dush deymiz. Kontrastni dush deganda bu issiq, sovuq, issiq, sovuq, shu dushni temperaturasini o'zgartirish hisobiga как бы zakaливание bo'ladi. Shu mikrostressdan o'tadi organizm. Shuni hisobiga bu как бы har kuni mana armiyada ucheniyalar deymiz-ku, ana shu kichkina ucheniyalarni qilib immun sistemangizni har doim bir tonusda ushlab turasiz. Shuni hisobiga odam organizmi chiniqadi, immun sistemasi kuchayadi va bu sog'liq uchun juda ham foydali deyshadi. Agar odam birinchi kundan kirib issiq suvni orqasidan juda muzdoq suv qiladigan bo'lsa, естественно, bu shamollash bilan yoki какой-то stresslar bilan tugashi mumkin. O'ziga odam zarar qilib qo'yishi mumkin. Sportda mana shunaqa fizическая aktivностьda deymiz, eng главный prinsip bu birinchisi regularность, ikkinchisi постепенность. Yuragida trombi bor odamga zararli tomoni yo'qmi? Endi avvalambor какой-то masalan odamda operatsiyaga ko'rsatmami, какой-то lecheniyaga ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib bu qoidasi lecheniyani birinchidan o'tish, hayotga, sog'liqqa xavfli bo'lgan vaziyatlarni birinchi bartaraf qilish. Ikkinchidan keyin bu kardiologlar bilan maslahatlashgan holda, ulardan shu rekomendatsiya olingan holda bu narsalarni boshlash. Ko'p hollarda bu masalan agar to'g'ri qilinsa, sog'lig'i slabiyroq, shu aytamiz, yuragida bir muammolar bo'lgan bemorlarda ham hatto buni qilsa bo'ladi.